O kelayotgan odamni ko'ryapsizmi? Mabodo pul so'rab qolsa, bir tiyindan berib yurmang. Mahallamizga yangi kelganingiz uchun tanishtirib qo'yay dedim xolos. Dada, nimaga meni futboldan chiqarib oldingiz? Top mopini erishtir. Bozorda arava aytalaysan, pul topasan. Yur, ketdik. Hoji akamlar-ku. Nima bo'lsa ham ehtiyot bo'laverasiz. Borsan, uyga borib mollarga qarab tur. Mahallamiz yancha ko'nikib qoldingizmi? Hoji aka, yangi ko'chib kelgan qo'shnilar ozgina gapim bor edi. Gaplaring sir bo'lmasa, guvoh bo'lib qolsam maylimi? Bemalol hoji aka, o'zi bitta guvoh ham kerak edi. Ha, yaxshi-da. Hoji aka, yangi ko'chib kelgan qo'shnimiz ajoyib inson ekanlar-da. Mahallamizga ko'chib kelganingiz uchun rosa xursand bo'ldim. Akamizni hoji aka surishtirdim. Avlodi ajdodlari rosa ham saxiy, qo'li ochiq insonlar bo'lishgan ekan. Shunga guvohimiz oldida bir narsa so'ramoqchiman. O'g'lim futbol jinnisi bo'lib qolgan. Shu kechqurun shomdan keyin olib borsam, duo qilib og'ziga tupurib qo'yasiz-a? Biz endi unaqa katta odam emasmiz. Boy aka, kamtarlik qilmasinlar. Sizlarga 4000-5000 dollar pul bas ekan. Shunga 1000 dollar berib tursiz. Hoji akam guvohlar. Qaytaraman 3-4 kunda. Ha bo'ldi. Pullanmami yo'q. Ona plastikda pul. Hech olarasiz. 10 million 15 million puli bor edi. Rahmat. Gap bo'lishi mumkin emas. Mard ekansiz. Hoji aka, siz guvohsiz. Tavbaylar. Hozir tushuntirib turdim. Shuncha pul beraverdingiz-a? Jaldamasa kerak. Muomalali, madaniyatli odam ekan-ku. Muomala madaniyati qarz so'rab kelgan odamdan o'rgan. Uni asl madaniyatini haqqingni so'rab borganingda o'rgan aka. Firibgar! Nima yosh bola ko'ryapsanmi meni? Bu bergan plastikingda 1 so'm ham pul yo'q ekan-ku. Yo, ekaling hoji bilan billa bo'lib, ustimdan kulishyapsanmi? Yo, qaytarolmaydi deb o'ylashdingmi? Sanam 1 tiyinga qimmat odamsanlar, tushundingmi? Pul yo'q plastikni beradingizmi? Hoji aka, hozir gapingizni endi tushundim. Muomala madaniyatini qarz so'rab kelgan odamdan o'rgan. Uni asl basharasini haqqingni so'rab borganingda o'rgan.